Mana endi 3 dan keyingi kitobini ikkinchi qismi haqida gaplashamiz. Undan oldin birinchi qismida qolib ketgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Bola miyasi shimgich kabi bo'lar ekan, hamma ma'lumotni shimvorar ekan. Hayvon bolasi tug'ilganda chaqaloqdan ko'ra miyasi 10-11 oyga oldinroq rivojlangan bo'lar ekan. Bu biz uchun juda ham muhim. Chunki bo'sh miyani qanaqa rivojlantirish o'zimizga bog'liq bo'lar ekan. Kompyuter misolida olinadigan bo'lsa, miyani 3 yoshgacha bo'lgan davra, mana prosessor, ekran, klaviatura bo'lsa, 3 yoshdan keyingi davra Windows programmalashtirish bor-ku. Shunaqa bo'lar. Endi ikkinchi qismga o'tadigan bo'lsak, genlar haqida. Har doim olim otadan olim farzand tug'ilavermas ekan, hammasi tashqi muhitga bog'liq bo'ladi. Siz nima bilan shug'ullansangiz, nimalarga qiziqsangiz, nimalar bilan ovora bo'lsangiz, bola o'sha narsani miyasiga singdirib, mana shunaqa yasash kerak ekan deydi. Keyin erta tajriba haqida. Hali erta deyishimiz rosa ham yomon ekan, chunki endi yurishni boshlagan bolaga rolikda uchishni ham o'rgatilsa, mana bu yurish o'rganib bo'lgan bolaga nisbatan o'rganar ekan. Bu narsa o'zimda ham sinalgan, chunki 2 yoshli bolam 2 yoshida eplagan narsasini 1 yoshli bolam 1 yoshida eplab ketadi. Yana aytilganki, shu ota-ona bolasini boshqa birovga qarab turish uchun topshirib ketishi bu juda ham xavfli hisoblanar ekan. Chunki u odamning xulqini qanaqaligini bilmaysiz. Yana chaqaloq tug'ilganida hamma yog'i oppoq bo'sh bo'lgan xona bola uchun zararli hisoblanar. Ikkita yangi tug'ilgan chaqaloqda tajriba o'tkazishganda, birincisini shunaqa oppoq hech narsasi yo'q xonaga olib kirishgan, ikkinchisini rang-barang o'yinchoqlari ko'p bo'lgan, rangli chiroqlari ko'p bo'lgan xonaga olib kirishganda, unda birinchi bolani ikkinchi bolaga nisbatan miyasi 3 oyga orqada qolganini aniqlashgan ekan. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar hamma uchun foydali bo'ladi. Biroz